Assalomu alaykum, hurmatli kino muxlislar. Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Demak, bizni birinchi mavzuyimiz Zadagon dushmanim deb nomlangan koreys dramasi taqdim etilgan edi. Mana shu drama haqida sizlarga bir ma'lumot berib o'tmoqchiman. Sababi hali bu dramani ko'rmaganlar juda ko'p. Sababi bu drama 2026-yil chiqarildi platformaga. Eng qizig'i bu koreys kino ijodkorlari va kino tanqidchilari tomonidan yuqori baholandi. Nafaqat koreys, balki deylik o'sha Hindistonda o'sha mashhur Indian Daily deb nomlangan o'sha gazetada ham, ya'ni o'sha kino haqida yuritadigan o'sha rubrikasida ham aynan mana shu serial haqida ajoyib bir bahola berilgan. Undan tashqari Gonkongda chop etiladigan Janubiy Xitoy jurnalida ham aynan mana shu serialga to'xtab o'tilgan. Umuman nima demoqchiman? Bilamizki, hammamiz koreys dramalari shu kunlarda qaysidir ma'noda turk seriallarini soyasida biroz qolib ketgan. Lekin kino ijodkorlari, koreys kino ijodkorlari yanada ishlab mana shu holatni yanada ko'tarib olishdi. Sababi biz endi kinoni ichida yurganimizdan keyin kuzatamiz. Ko'proq qaysi serial ko'ryapsiz yoki qaysi o'sha turk serialini ko'ryapsiz, qaysi dramani ko'ryapsiz deydigan bo'lsak, ko'pchilikni og'zida aynan o'sha koreys dramalari aylanyapti. Ko'proq o'sha koreys seriallarini ko'ryapman deyapti. Bu qaysidir ma'noda turk va koreys seriallari o'rtasidagi ma'lum bir raqobatdir. Bu bir tomondan yaxshi, sababi kino ko'ruvchilar uchun katta yutuq. Bir tomondan turklar, yana bir tomondan koreyslar, yana bir tomondan Hindiston, yana bir tomondan Xitoy va o'rtada jazo'r film seriallar bo'ladi. Bularning barchasini reallikda ko'rasiz. Xullas, aytmoqchimanki, mana shu serialni e'tiboringizga taqdim etamiz. Har bir qismi 1 soat 10 daqiqadan iborat. Tasavvur qiling, deyarli bitta film degani bu. O'tirib, mazza qilib oila davrasida tomosha qilasizlar. Serial sujeti qanday? O'rta asrlar, Choson davri, aynan o'sha yerda bir malikani qatl qilishadi va u kutilmaganda, hech kim kutilmagan holatda tasvirga olish maydonchasida dublyor aktrisani haligi malika o'ladi va uning ruhi uni tanasiga kirib qoladi. Sujet mana shundan boshlanadi. Bu yog'i endi o'sha bosh qahramon bilan ularning bizning zamonimizda davom etadi bu voqelik. Ularning o'sha muhabbat tarixi haqida hikoya qilinadi. Film, e'tibor beringlar, fantasy va tarixiy janr deydigan bo'lsak, ko'pchilik o'sha Choson davrining tarixchilari shunaqa fikr bildirishibdi. Tarixiy haqiqatlar, ya'ni o'sha tarixiy voqeliklar, hatto kiyimgacha bo'lgan holatlarning birontasi buzilmagan. Ungacha o'sha mashhur bo'lgan, undan oldin mashhur bo'lgan bir serial chiqqan edi, 21-asr shahzodasi deb nomlangan edi. Mana shu serial shunaqangi tanqidlarga qolib ketdi. Ya'ni tarixni buzdinglar. Bu bunaqa bo'lmagan deb aktyordan aktrisalargacha rosa tanqid qilingan edi. Lekin mana shu serial Zadagon dushmanim deb nomlangan koreys dramasi muxlislarni e'tiborini qozona olgan. Hatto tanqidchilarni. Shuni bilib qo'yinglar, kino tanqidchilar deganda ko'pincha filmni tanqid qiladigan odamlar nazarda tutishadi. Aslida kino tanqidchilar bu filmni, sujetni, har bir epizodni, hamma voqeliklarni tahlil qiluvchi mutaxassislar hisoblanishadi. Ular rejissyorlarga, aktyorlarga yordam beruvchi sinf vakillari hisoblanadi. Shuning uchun ularga e'tibor jahon kinosida juda yuqori bo'ladi. Aynan kino tahlilchi, falonchi kino tahlilchi nima dedi deyshadi va shu kino tahlilchining fikridan kelib chiqib filmlarga nima berishadi? Ball berishadi. Ba'zi bir platformalar bor, unda ko'pincha tomoshabinni nuqtai nazardan kelib chiqib, o'shanga filmga ball beriladi. Lekin shu bilan birgalikda kino tahlilchilarni, kino tanqidchilarni dan kelib chiqib, haligi serialga ball berib borishadi. Bir narsaga men e'tibor berdim, juda menga yoqqan tomoni shu bo'ldiki, bu serial birinchi qismi chiqqan paytida 6 ball bo'lgan. Agar adashmayotgan bo'lsam, chunki 6 dan past bo'lmagan. Va bu ikkinchi qismida u ko'tarilib borgan. 7, 8, 9 gacha borgan. Ya'ni ko'tarilib borgan. Bu degani chiqishi bilan tomoshabinning e'tiborini qozona boshlagan. Dramani xo'p, kimlarga tavsiya qilamiz? Endi ko'pincha dramani o'sha ayollarga, qizlarga deyshadi. Masalan, endi ko'pincha qizlarimiz deyshadi, lekin ushbu dramani
umuman fantasy janrini yaxshi ko'radiganlarga, komediya janrini yaxshi ko'radiganlarga, tarixiy filmlarni yaxshi ko'radigan muxlislarga ushbu dramani taklif qila olaman. Oila davrasida bemalol mazza qilib tomosha qilsanglar, mazza qilasizlar. Hatto ba'zi bir filmlar bo'ladi yoki bir seriallar bo'ladi. Masalan, oila davrasida ko'ra olmaysiz. Aynan ushbu serialni oila davrasida bemalol mazza qilib tomosha qilsanglar bo'ladi. Yana shu narsani aytmoqchimanki, koreys dramalari ichida bu koreys tilida chiqqan, e'tibor bering. Netflix bilan so'nggi paytda ishlashmoqda. Koreys tilidagi va reytingda bir hafta davomida 10 talikdan tushmagan seriallar qatorida turibdi. Mana shunaqa o'rtoqlar. Bu degani hoziroq ushbu tahlilimiz tugagandan keyin Reaplay platformasiga o'tib ushbu serialni bitta tomosha qilinglar. Birinchi qismidan keyin o'zi odatda yaxshi filmchi o'rtoqlar. Boshida 5 daqiqani o'zida tomoshabin ushlab oladi. Siz bitta ko'ring, ko'rganingizdan keyin davomi sizga olib ketadi yog'iga. Ana shunaqa gaplar o'rtoqlar, Reaplay platformasini kuzatib boringlar. Sizga juda katta ijodiy jamoa, Reaplay platformasi juda katta, hatto tasavvur qilganingizdan-da katta. Mana shu ijodiy jamoa sizlarga Reaplay platformasida yaxshi bir seriallarni, filmlarni dublyaj qilib, o'z ona tilimizda professional tarzda e'tiboringizga taqdim etishda davom etishadi. Yana bir tomoni Reaplayda ko'p meni o'zimga ham yozib qolishadi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman. Animelar bormi yoki o'sha dramalar deganda aynan Reaplay platformasida siz ko'proq zamonaviy va yangi dramalarni tomosha qilishingiz mumkin yoki o'sha anime ishqibozlari animelarni ham tomosha qilishingiz mumkin. Xullas kalom do'stlar, Reaplay platformasiga o'tasiz. Xohlang tarixiy, xohlang zamonaviy, xohlang romantik janringizga qarab, sevgan janringizga qarab tanlab tomosha qilishingiz mumkin. Biz esa ijodiy jamoada ishlashni davom ettiramiz va tahlillarni esa e'tiboringizga taqdim etib boramiz. Salomat bo'linglar, yana ko'rishguncha omon bo'linglar.